Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytidan pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz, ya'ni trading qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Videoni diqqat bilan o'tkazmasdan ko'rishingizni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana biz Pocket Option saytiga kirib oldik. Bu sayt orqali biz trading qilib pul ishlashimiz mumkin. Demak, bundan oldingi video ko'pchiligiga qiziq bo'libdi. O'shaning uchun sizlarga bu sayt haqida tez-tez video obzor qilib chiqarib turishga harakat qilaman. Demak, saytga kirishimiz bilan biz birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak. Registratsiyadan o'tish oson. Login, parol, email, pochtalarni kirgizib registratsiyadan o'tsak bo'ladi va registratsiyadan o'tganimizdan keyin profilimizni verifikatsiyadan o'tkazib qo'yishimiz kerak. Ya'ni shaxsimizni tasdiqlab qo'yishimiz kerak, ID kart yoki pasportimizni kiritib qo'yishimiz kerak. Keyin aytib o'taman, pasport yoki ID kartani kiritib qo'ysak hech qanaqa zarar yoki yomon taraflari yo'q. Kiritib qo'ysanglar, sizlar o'zingizlarning profilingizga plyus bo'ladi. Pul kiritish chiqarishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Demak, o'tgan videoda men sizlarga valyutniy paralarda сделкаlar ochib pul ishlab ko'rsatgandim. Bugungi videoda xuddi o'sha valyutniy para, lekin OTSda сделкаlar ochib ko'rsataman. Demak, OTS bu haqiqiy valyutniy para degani emas, lekin xuddi o'shani kopirovkasi degani. Ya'ni o'shani kopirovat qilib olishgani degani. Chunki shanba oddix kuni valyutniy paralar ishlamaydi, chunki Centralniy bank, ya'ni Dunyo banki ham ishlamaydi. O'shaning uchun valyutniy paralar ham shanba oddix kuni dam oladi. Sizlarga mana OTSda bugun сделкаlar ochib ko'rsataman. Har doim biz kirishimiz bilan bozorning trendiga qarashimiz kerak. Ya'ni trend nima? Повышающий trend yoki понижающий trend. Bozor tepaga qarab ketyaptimi, pastga qarab ketyaptimi, shularni aniq qilib olishingiz kerak. Biz birinchi bo'lib bu yoqdan o'zimiz switch va boshqa nastroykalarni to'g'irlab olsak bo'ladi. Kelinglar, 1 minutlikga qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Bozor hozir tepaga qarab ketyapti. Biz 1 minutlik сделка ochamiz, $2 bilan sirazi tepaga ochib qo'yamiz. Может pastga tushib ketishi ham mumkin. Agar pastga tushib ketsa, biz dagon qilib bozor holatiga qarab yana biz martingale strategiyasidan pul ishlashga harakat qilamiz. Сделка bo'limini ochamiz. Сделкamiz yopilishiga 45 soniya bor. Hozir videoni tezlashtirib, plyusmi minusmi sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana сделкamiz yopilishiga 4 soniya qoldi. Ko'rib turganinglardek bozor oxirgi sekundlarda tepaga qarab yurib ketdi. Bizani сделкamizni plyusga olib berdi. Ya'ni $2lik сделка ochgan bo'lsa, $3.87 bo'ldi. Biz $1.84 foyda qildik. Xuddi shu tariqa biz сделкаlar ochishimiz mumkin. Aytib o'tganimdek, biz kirishimiz bilan birinchi bo'lib trendga qarashimiz kerak. Повышающий trend yoki понижающий trend bo'layotgan bo'ladi. Ya'ni bozor tepaga qarab ketyapti yoki pastga qarab ketyapti, shuni aniqlab olishimiz kerak. Keyin o'shanga qarab kichkinaroq yo yaqinroqdan сделка ko'rib biz сделкаga kirishimiz mumkin. Ko'rib turganinglardek bozor yaxshigina tepaga yurib ketdi. Bu yerda ham mana ko'rishingiz mumkin, katta tepaga yurib ketgan va orqasidan yana bitta tepaga yurgan switch chiqqan. Hozir yana biz bitta tepaga сделка ochib ko'ramiz. Mana shu tochkadan ochib ko'ramiz. 9 sekunddan keyin bizga yangi switch ochiladi. Ikkita ketma-ket katta switch ochilishi mumkin. сделка bo'limiga o'tamiz. Ko'rib turganinglardek mana bu bizda yangi сделка ochildi. Bu pastga ketishi ham mumkin, tepaga ketishi ham mumkin. Ya'ni ko'pincha boshida pastga ketadi, agar bo'lmasa tepaga qarab yurib ketadi. Demak, сделкamiz yopilishiga 40 sekund qoldi. Biz videoni tezlashtirib yuboramiz. Mana ko'rib turganinglardek сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bozor bu xuddi mana bunga o'xshab pastga qarab yurib ketdi. Bizning сделкamiz minusga yopildi. Endi biz martingale strategiyasi bilan pul ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni balansimizni 2,5 yoki 3 baravarga oshirishimiz kerak. Xolasanglar, AI trading bo'limi ham bor. Bu orqali sun'iy intellekt avtomatik sizlarga сделка ochib beradi. Kelinglar, bu yoqda biz pastga qarab сделка ochib ko'ramiz, chunki bozor bitta yaxshigina tepaga yurdi va pastga yurdi. Endi hozir yana pastga ketish kerak. Bizning analiz bo'yicha hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Demak, bozor uzoqlashtirsak, ko'rib turganinglardek mana shu tochkada ko'p atkat bo'lgan. Bozor hali bu tochkadan pastga qarab yurib ketmagan. Chunki ozgina babi pastga atkat bo'lish kerak. Bozor yana повышающий trendda davom ettirishi uchun. Ko'rib turganinglardek сделкamiz yaxshi ketyapti, ya'ni bozor pastga qarab yurib berdi. сделка bo'limiga o'tamiz. 30 soniya qoldi. Hozir biz videoni tezlashtirib yuboramiz. Mana ko'rib turganinglardek сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% lik plyusga yopildi. $5 $9.60 bo'lib keldi. Va ko'rishingiz mumkin, balansimizda $121 bo'ldi. Uje biz salkam $5-6 ishlab qo'ydik ikkita plyus сделкаning orqasidan. Demak, summani yana $2 ga qaytaramiz. Demak, balansingizdan сделкаga 2 dan 5% gacha kirishingizni tavsiya etaman. Bu yerda bozor uzoqlashtiramiz. Ko'rib turganinglardek mana uje sal pastga atkat bo'lgan va yana o'zimizni повышающий trendimiz, ya'ni
tepaga qarab yuruvchi bozorimiz yana qayta o'zini yo'lini davom etib ketishi mumkin. Demak, kupit tugmasini bosamiz, biz tepaga qarab сделка ochib qo'ydik. Ko'rib turganingizdek, hozir bu qizildan keyin sizlar bilan nimani ko'ramiz yoki pastga ketishi mumkin. Mana уже bu soya bo'lib qolsa, agar bozor yana bizga pastga ketishi mumkin. Menimcha bu повышающий trendi eng baland nuqtasi ham desak bo'ladi. Mana bu yerda fraktal indikatorimiz bu yerda ko'rishinglar mumkin, yashil tochkani chiqargan. Demak, bundan keyin biz pastga qarab сделка ochishimiz kerak. Bu fraktal indikatorni ham o'tgan videoda tushuntirib bergandim. Pastdan qizil chiqsa tepaga qarab сделка ochamiz, tepadan yashil chiqsa pastga qarab сделка ochamiz. Demak, ko'rishinglar mumkin, bu yerda mana bitta kichkina mold deyiladi bu. Pastda tepada soya qoldirgan, pastdagisi ya'ni tepadagi soyasi kattaroq va o'zi ya'ni tanasi kichkina bo'lgan. Bu mold degan bu bizga tepaga ham сделка beradi. Ko'pincha bu bizga 90% сделка desa ham bo'ladi. Agar mold bo'lsa, agar shu qizil tepada bo'lsa, mana katta soyasi bizda pastga chiqib qolsa va tanasini rangi qizil bo'lsa, biz pastga сделка ochishimiz mumkin. Ko'rishinglar mumkin, oxirgi 1 soniya qolganda bozor bizga pastga qarab yurib ketdi, lekin ko'rib turganingizdek, hali ham bu yashil qizil o'ynayapti. O'shaning uchun biz endi martingale strategiyasi bilan $5 dan ochishimiz kerak. Bozor tepaga qarab yurib keta olmayapti. Bitta mold qoldirdi va bitta qizil qoldirdi. Kelinglar, shu yerda biz yana bir marta tepaga martingale strategiyasi bo'yicha сделка ochib ko'ramiz, chunki bu yerda fraktal indikatorimiz ham pastdan chiqib berdi, pastdan qizil bo'lib chiqib berdi. Biz tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin. Demak, boshida sirazi ochishimiz kerak edi, sal kutdi va bizning сделкamiz o'rtaroqda kirib qoldi. Agar pastroqda kirganda уже bizning сделкamiz 100% plusga yopilgan bo'lardi. сделка bo'limini ochamiz, videoni tezlashtirib yuboramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi. Bu сделкamiz ham bizga 100% plusga yopilib berdi. Bizning balansimizda $123.65 bo'ldi. Aytib o'tganimdek, mold hozir bittaga adashdi, ya'ni molddan keyin bitta kichkina qizil svicha keldi. Undan keyin bozor bizga yaxshigina tepaga ko'tarilib ketdi. O'tasa nimasi yaxshi? Bunda foyda ko'proq bo'ladi. Har doim bizga 92 yoki 90% bizga pribel beradi. Ko'rishinglar mumkin, bozor yana tepaga qarab ketyapti. Bu yerda mana shu liniyagacha tegishi mumkin. Yana biz $2 dan hozir сделкаga kirsak bo'ladi, lekin kelinglar biz qolgan valyutni paralarni ham ko'ramiz. Demak, bunisi ham 92% bizga daromad beryapti. Bu yerda уровень поддержки yetib, bozor уже tepaga qarab ketayotgan ekan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, fraktal indikatori chiqqan va bitta bizga plusli сделка olib kelib bergan. Undan keyin ko'rishinglar mumkin, hali fraktal indikatorimiz pastdan chiqmadi, lekin bozor tepaga qarab ketyapti. Bu yerda ham sizlar сделкаga kirsanglar bo'ladi tepaga qarab, lekin sal risk bor. O'shaning uchun kelinglar biz boshqa valyutni paralarga o'tib ko'ramiz. Demak, bu valyutni parada ko'rishinglar mumkin, bozor pastga qarab tushib ketgan. Bu yerda bitta fraktal indikatorimiz chiqib kelgan. Ko'rishinglar mumkin, hozir bu bozor qanchalik yana pastga tushishini bilmaymiz. Kelinglar, mayli $2 dan biz yana pastga qarab сделка ochib ko'ramiz, chunki fraktal indikatori bizga ancha oldin chiqib bergan. Mana birinchi yoki ikkinchi svichadan keyin kirsak, уже biz ko'pincha plusga chiqamiz. Demak, biz oxirgi istoriyani ko'ramiz. Mana shu urvingacha bozor tushganmi? Mana ko'rishinglar mumkin, bitta tushgan ekan. Bu yerdan keyin bozor tepaga ko'tarilib ketgan ekan. Ya'ni mashinada bitta ikkita atkat bo'lgan ekan. Bu yerda mana bozor pastdan tepaga ko'tarilib yana pastga tushib ketgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bu yerda ham hozir bozor tepaga qarab yurib ketishi mumkin. O'shaning uchun sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana уже ko'rishinglar mumkin, bozor tepaga qarab yurib ketdi. сделка bo'limini ochsak, bu yerda bizning сделкamiz yopilishiga 21 soniya qoldi. Hozir sal сделка bo'limi o'zgarib ketdi bizda. Mana ko'rishinglar mumkin, 14 soniya bizning сделкamiz yopilishiga vaqt qoldi. Demak, bu yerdan uzoqlashtiramiz, lekin bozor bizani hali linamizga tushib kelmadi. Pastroqga tushsa ko'rib turganingizdek ancha tepada va biz minusga yopildik, ya'ni biz minusga kirdik. Endi biz martingale strategiyasi bilan $5 qo'yishimiz kerak. Hozir $55 bo'lib ketdi. $5 qo'yamiz, bozorni ya'ni tepaga qarab ochishimiz mumkin. Chunki bu уровень поддержка desa ham bo'ladi. Agar mana shu bozor tushib ketsa, endi biz $15 bilan yana tepaga dagon qilib qo'yishimiz mumkin. Chunki bu yerda ham mold desa ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek katta soya qoldirgan. Demak, uzoqlashtiramiz. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda ham atkatlar bo'lgan. Kelinglar, mana shu yerda yana biz bitta dagon qilib tepaga сделка ochib qo'yishimiz mumkin, lekin bozor bizga yana pastga qarab yurib ketdi. Hozir shu ikkita сделкамizning natijasini ko'ramiz. Keyin sizlar bilan birgalikda savdo qilamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, birinchi сделкamiz bizga minusga yopildi $5, ikkinchi сделкamiz hali pastga ham tushib ketmayapti, uncha tepaga ham ko'tarilmayapti. 18 soniya qoldi. Buni ham natijasini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz.
Mana ko'rib turganingizdek сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va oxirgi soniyada bozor bizaga tepaga qarab yurib ketdi. 15 dollarimiz 28 dollar 80 sent bo'lib keldi va balansimizda уже bizani 130 dollar bo'ldi. Ko'rib turganingizdek OTC valyutalarida ham xuddi shu tariqa sizlar pul ishlasanglar bo'ladi. Videoni boshida bizani balansimizda 18 dollar bor edi, adashmasam ko'rib turganingizdek sizlar bilan birgalikda biz 12 dollar foyda qildik. Ya'ni biz 10% dan sal ko'proq foyda qildik. Endi bemalol chiqib ketib dam olsak bo'ladi. OTC valyutalarda ham xuddi shu tariqa sizlar pul ishlasanglar bo'ladi. Faqat birinchi bo'lib biz kirishimiz bilan уровень поддержка, уровень сопротивленияларni ko'rib olishimiz kerak va bozorni trendini ko'rishimiz kerak. Ya'ni повышающий trendmi, понижающий trendmi, buni kirib biz analiz qilishimiz kerak. O'shandan keyin biz сделкалар ochishimiz mumkin. Agar sizlarga xuddi shunaqa Pocket Option saytidan, ya'ni trading qilib pul ishlash qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, biz bu haqida yana ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Ya'ni bu yerda mana qo'shimcha indikatorlar yordamida pul ishlashni ham ko'rsatib beraman. iTrading ham sizlarga keyingi videolarda bu bo'limdan ham сделкалар ochib ko'rsatib beraman. Demak, bu saytda ssilkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini screenshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Xuddi shu tariqa Telegram kanaliga o'tib, bu saytda original ssilkasini olib qoluvchilar bo'lsa, sizlar ham pul ishlashinglar mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.